Kaptarvoz, dakanvoz, bedanavoz, kaklivoz, biz ishqibozlar qachondan jamiyatda bir ahmoq toifasiga mansub shaxslar bo'lib qoldik. Qaysidir davrada o'tirsak, falonchi desa, u ahmoq, dakanvoz, qimorvoz, pistonchi desa, u ahmoq, kaptarvoz. O'sha kaptarvoz akamiz bir jup yaxshi kaptarni sotsa, oilaviy uylarga hammalarga bittadan mashina olib berishga qurbi yetadi, agar o'zi xohlasa. Falonchi desa, u bedanavoz, xaltasiga bedanasini solib ko'tarib yuradi. O'sha xaltasida bitta yaxshi bedanan sotsa bor, ana 2 yildan beri uylanmayotgan o'g'lingizni ikkita kattasi nikoh to'y, 3 ta kichkinasi sunnat to'y qilib, oshgan pul so'ng jezga to'yana chiqib ketadi-da, bu akalar. Falonchi desa, u kaklichi. O'sha kaklichi akamizga san'at yulduzi, estrada yulduzi deymizmi? O'shani olib kelib jonli qo'shiq ayttirib bersangiz ham, kakligini bor, bir marta kaka qilganiga yetmaydi-da bu akalarga. Men bu gapim bilan nima demoqchiman? Padishqibozlari bir-birimizni hobbilarimizni hurmat qilaylik. Sal bir-birimizni bitta qushdan emas, boshqa sohada bo'lganda ham hobbilarimizni qadrlashni o'rganaylik. Videoga to'g'ri gapirgansa, videoga like bosib, komment yozib, bitta podpiska bo'lib qo'ying.